Assalomu alaykum, hurmatli fransuz tili o'rganuvchilari. Bugun ushbu darsim orqali TESEF Kanada sertifikati haqida tushuncha bermoqchiman. Uni shartlari, qanaqa shartlardan iborat, hamma jarayonlarni biroz tushuntirib o'tmoqchiman. TESEF Kanada o'zi so'zga ta'rif beradigan bo'lsam, TSF va Kanada so'zlari birikmasidan paydo bo'lgan. TSF so'zi bu qisqartirilgan so'z hisoblanib, uzaytirilgan varianti Test de connaissance du français, ya'ni fransuz tili bilish testi hisoblanadi. Ya'ni sizni to'rtta ko'nikma orqali fransuz tilini bilish darajangizni tekshirishga yordam beradigan sertifikat turi. Va aynan ushbu sertifikat hozirda Kanadaga emigratsiya qilish, ya'ni doimiy yashovchi permanent resident olish uchun yordam beradi. Xo'p, ushbu bo'limlarga biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, birinchi bo'limi siz tinglab tushunish, ya'ni comprehension oral bo'limidan o'tasiz. Listening ko'nikmasi. Ushbu shartda, demak, 39 ta savol bo'ladi va davomiylik 35 daqiqani tashkil etadi. Ushbu 39 ta savolning barchasi question choice multiple, ya'ni multiple choice, to'rtta variantdan bittasi tanlanadigan test turi. Ya'ni sizda yoziladigan, vrai faux qiladigan, ya'ni to'g'ri, noto'g'ri, true, false, not given degan savol tayplari yo'q. Ya'ni ushbu tiplar bo'yicha ishlamaymiz. Faqatgina question choice multiple ga asoslangan 39 ta savoldan iborat bo'ladi. Va ushbu podkastlar, demak, ushbu, ya'ni tinglab tushunish ko'nikmasida tavsiyalar sizga o'stirish uchun fransuz tili radiolarni, podkastlari, YouTube'dagi videolarni tinglash kerak. Oddiy tabiiy fransuz nutqini tushunishga o'rganish kerak. Iloji bor shu podkastlar everyday har kuni kun tartibi qo'yib, tinglab tushunish ko'nikmani o'stirib borish kerak. Endi ushbu 39 ta savolni darajalari, demak, A1 darajadan boshlab C2 darajagacha ko'tarilib boradi. Misol uchun, birinchi 1dan 4gacha bo'lgan savollarimiz A1 darajadagi savollar bo'lsa, 5 dan boshlab A2 darajadagi savollar boshlanadi. Ya'ni osondan murakkabga ko'tarilib boradi tinglab tushunish ko'nikmasida. Hop, baholash haqida alohida bitta darslik qilaman. Misol uchun, oynada ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda bitta sample berilgan. Mana bu yoqda tinglab tushunishda mana 4 ta variant turibdi. 4 ta option bor. Shulardan audioni eshitib turib, audio orqali qaysi variant to'g'ri keladigan bo'lsa, shu variantni tanlaymiz. Lekin e'tiborli bo'linglar, tinglab tushunishda savol ham audioni o'zida bo'ladi. Ya'ni audio ketadi, audioni orqasida savolni ham audio tarzida eshittiradi. Ya'ni savol yozma ravishda sizda bo'lmaydi. Shuning uchun juda ham konsentratsiyani bir joyga qo'yib tinglash kerak. Savolni o'tkazib bormaslik kerak. Chunki audioni qanchalik zo'r tushunsangiz, savolni o'tkazib yuborsangiz, bu yoqda javobni topolmay qolasiz, chunki javoblar bir-biriga yaqin bo'ladi. Shuning uchun juda ham ahamiyatli bo'lamiz. Savol ham, audioni o'zi ham audio tarzida ketadi. Va faqatgina bir marta eshitiladi. Sizda bir marta eshitish imkoniyati bor. 2 marta, 3 marta eshitish imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun hamma fokusni o'sha audio boshlandimi, audioga qaratish kerak. Bu birinchi bo'lim haqida biroz tushuncha. Hop, davom etamiz. Ikkinchi bo'limimiz o'qib tushunish, ya'ni comprehension écrit bo'limi, reading. Ajratilgan vaqt, demak, 1 soatni tashkil etadi. 1 soat ichida siz 39 ta savolni bajarishingiz kerak. Ya'ni 39 ta savol beriladi va mana shu 39 ta savol xuddi listening, ya'ni comprehension oralga o'xshab A1 darajadan to C2 darajagacha ko'tarilib boradi. Ya'ni osondan qiyinga murakkablashib boradi. O'sha qanchalik murakkablashgan sari tekstlarimiz ozgina uzunlashadi va murakkab so'zlar qo'shilib boradi.
Endi o'qib tushunish ko'nikmani rivojlantirish uchun men ko'proq tavsiya qilaman maqola o'qishni. Ya'ni har xil mavzulardagi maqolachalarni o'qib borish kerak. Bu comprehension skills'ni o'stirib beradi, lug'at boyligingizni ko'paytirib beradi. Shu tavsiyam. Har kuni shu bittadan maqolani belgilab olib o'qish kerak. Bu har tomonlama, ya'ni general, umumiy fransuz tilini o'stirishga ham yordam beradi. Xo'p, o'qib tushunish shulardan iborat edi. 3-chi bo'limimiz bu yozma qism, ya'ni expression écrite, writing. Bunda ajratilgan vaqt 1 soat. Mana shu 1 soat ichida siz 3 ta topshiriq bajarasiz. Ya'ni 3 ta task bajarishimiz kerak bo'ladi. Tash 1, tash 2, tash 3. Tash 1 bu mana misol oynada ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda sample sifatida ko'rsatilgan. Xo'p, qizilga bo'yaymiz. Mana tash 1ga misol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu A1-A2 darajadagi savol tipi hisoblanib, do'stingizga yoki do'stlaringizga nimadir voqeani tasvirlab yoki qanaqadir weekendmi, bayrammi, shularga taklif qilib yoziladi. Informal letter, ya'ni la lettre amicale, do'stona norasmiy xat. Xo'p, tash 2, ya'ni deuxième tash, ikkinchi tashimiz bu asosan blog postga o'xshaydi. Ya'ni o'zingizni tajribangizdan o'tkazgan, o'zi shartida ko'rsatib qo'yiladi. Boshingizdan o'tkazgan tajribangizni ko'pchilikka qarata shu tajribangiz o'rtoqlashib yozasiz. Tajribangiz haqida gapirib berasiz. Misolni o'qib ko'rishingiz mumkin. Va har bir misol tash 1, tash 2, tash 3 ga ajratilgan so'zlar limit doirasi bor. Shu limitdan iloji boricha chiqmaslikka harakat qilish kerak. Chunki alohida kriteriy sifatida kiritilgan so'zlar limiti. Misol tash 1da 60 ta minimum, 120 ta maksimum bo'lsa, 60 tadan kam ham bo'lmasligi kerak, 120 tadan ko'p ham bo'lmasligi kerak. Tash 3imiz 2 ta dokument beriladi. Mana shu 2 ta dokumentni sintez qilib analiz qilinadi paragraf 1da. Ikkinchi paragrafda o'zingizni aynan shu mavzuga qarashingizni ifodalab yozasiz. Qisqacha umumiy tushuncha tashlar haqida. Mana shu 3 ta tashni siz 1 soat ichida yozishingiz kerak. Demak, tash 1 A1, A2 daraja uchun mo'ljallangan. Tash 2 B1, B2 darajadagi savol tipi hisoblanadi. Tash 3 C1, C2 daraja tipi hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. 4-chi bo'lim endi expression écrite'ga to'xtatilgan. Bu yog'i misollar berilgan, ko'rishimiz mumkin har biriga expression écrite bo'yicha. Endi keyingi bo'lim bu og'zaki, ya'ni expression oral speaking bo'limi hisoblanib, umumiy olganda 12 daqiqa davom etadi. Bunda ham 3 ta tash bajaramiz. Tash 1, tash 2, tash 3. Va mana shu 3 ta tash, demak 12 daqiqa davom etadi. Bu ko'pchilik so'raydi, buni qanaqa borishi, kompyuterda bo'ladimi, Zoom'da bo'ladimi? Yo'q, og'zaki bo'limimiz bu face to face, ya'ni imtihon oluvchi bilan yuzma-yuz bo'ladi. Ya'ni onlayn ravishda qolgan bo'limlari, misol uchun listening, reading, ya'ni comprehension oral, comprehension écrit, yozish bo'limlarimiz CD bo'lsa ham, gapirish bo'limi har doim hozirgi vaziyatda odamga topshirilish qolmoqda, ya'ni face to face. Ekspression oralda 3 ta tash bajarasiz. Birinchi tash doimgidek A1, A2 darajadagi kandidatlar uchun moslashgan. Ya'niki bu o'zingizni tanishtirish bo'ladi. Prezentasyon. Tash 1 2 daqiqa davomida o'zingizni tanishtirasiz. Qo'shimcha vaqtlar berilmaydi tayyorlanish uchun. To'g'ridan-to'g'ri gapirish kerak bo'ladi. Ikkinchi tash, ya'ni ikkinchi topshiriqimiz bu dialog bo'ladi. Savol beriladi. Mavzudan kelib chiqib, ekzaminer bilan, ya'ni imtihon oladigan odam bilan rol o'ynaysiz.
Bu ikkinchi topshiriq bo'ladi. Unga tayyorlanish uchun 2 daqiqa vaqt beradi, lekin imtihonni borishi 3:30 daqiqa davom etadi. Uchinchi test bu 4 daqiqa 30 sekund davom etadi. Bitta mavzu beriladi, savol beriladi. Ana shu savolga demak 4:30 daqiqada javob berishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni fikringizni berasiz. O'zingizni aynan o'sha berilgan mavzuga o'zingizni qarashlaringizni berasiz. Qo'shimcha savollar, debate qismlari yo'q. Og'zakida 3-tashda savol o'qib eshittiriladi va siz to'g'ridan-to'g'ri gapirishingiz kerak bo'ladi, hech qanday tayyorgarliksiz. Mana shu TESEF kanalidagi umumiy holati, shartlari, vaziyatlari hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida ham paper variantda ham saqlanmoqda, ya'ni qog'oz variantda ham topshirishingiz mumkin imtihonni, ham kompyuter variantda ham mavjud. Lekin buni o'zi sentrlar e'lon berishadi, paper yoki CD. Ya'ni ikkita variant bor deyapman. Bunda siz tanlash huquqiga ega emassiz. Ya'ni misol uchun bu oy yanvar oyi paper deb e'lon qilingan bo'lsa, faqat paper topshira olamiz. Agar CD deyilsa, CD topshira olamiz. Ya'ni hozirgi sharoitda siz xohlasangiz paperni, xohlasangiz CDni tanlash imkoniyatiga ega emasmiz. Xo'p, mana shu umumiy tushunchalar TESEF Kanada sertifikati haqida. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi, B2 darajaga chiqish uchun qancha vaqt sarflanadi? O'rtacha ko'p, ya'ni soat, misol 5-6 soat sarflaganda 8 oycha vaqtni tashkil qiladi. 6 oyda ham B2ga chiqqanlarni ko'rdim, ya'ni tajribamdan kelib chiqib. Lekin umumiy olganda 8 oy baribir qunt o'qish kerak bo'ladi. Shu, yana agar TESEF Kanada haqida qo'shimcha savollar bo'lsa, imtihon haqida kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Javob berishga harakat qilaman. Mayli, sog' bo'linglar. Barchaga omad, bon shans.